Assalomu alaykum. Efirda Rekord.uz sahifasi hamda boshlovchingiz Abduvali Beg'amov. Bugun ham O'zbekistondagi yana bir rekordga to'xtalib o'tamiz. Toshkent metropolitenida o'ziga xos rekord qayd etildi. Gap shundaki, bir sutka davomida 1 million yo'lovchi metrodan foydalangan. Xo'sh, millioninchi bo'lgan yo'lovchi qanday taqdirlandi? Hozir shu haqida. Toshkent metropolitenida yangi rekord o'rnatildi. Ilk marotaba bir kun ichida 1 million yo'lovchi metrodan foydalandi. Shuningdek, metropoliten ma'muriyati millioninchi bo'lgan yo'lovchini aniqlab, unga sovg'a sifatida maxsus to'lov kartasini taqdim etdi. Ushbu karta orqali yo'lovchi 1 yil davomida metrodan bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Albatta, bu holat aholimizning jamoat transportiga bo'lgan ishonchi yuksak ekanligidan dalolat beradi. Qulay, tez va xavfsiz bo'lgan Toshkent metropoliteni xodimlari ham bu rekord natijadan juda mamnun ekanligini aytishdi. Bizda hozircha shular edi. Rekord.uz sahifasini keyingi sonlarda ham kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.